Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun. Mana bugun bizning xayrli kunimiz, tug'ilgan kun. Akamizning tug'ilgan kunlari 9-fevral va biz oilamizdan bugun ko'chaga chiqdik. Bo'luvchi narsalar olamiz, qolagan narsasini olib beramiz va shu bilan birpas aylanib uyga ketamiz. Ertaga bog'cha, maktab shuning uchun bunaqa aylanmoqchi emasmiz, juda ham kechgacha. Qizim. Ko'rma u. O qarama. Ha, wow, зельку. Давай. Bah. Давай. 那个老王说 OK 啦，对象说 OK 啦。Buni har xil shu galla bor ekan, mana bolalarga. Suv o'ynash uchun, nima qilish uchun. Havo zo'r. Chiqiblaylar xonam, mana shu o'ynatamiz, birpas shu yerda o'ynayman deyapti. Yomg'ir yog'masdan tez o'ynab olamiz, birpas keyin shu bilan uyga ketamiz. Bu shirinlik tarqatishyapti bolajonlar uchun. Bugun parad bo'lish kerak-da. Uyimizdan oldida ko'ramiz degandik, lekin uspet qilmaymiz borishga. Shuning uchun shu yerda ko'rib, sizlar bilan bo'lishga qaror qildim. Ura deb Chingay paradini sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Singapurda Chingay bayrami, ya'ni karnaval. Bu kostyumlar paradi, xalqimiz birligi deb nomlangan. Bilasizlar, Singapurda millat ajratish, din ajratish mumkin emas, shuning uchun juda ham ko'p millat bayramlarini nishonlashadi birgalikda. Chingay Xitoy yangi yildan keyingi birinchi shanba kuniga mo'ljallab o'tkaziladigan ko'cha paradi. Bu parad birinchi kuni juda ham katta nishonlanadi. Ya'ni bilet olib borib ko'rsanglar ham bo'ladi, lekin bora olmaganlar uchun alohida davlat tomonidan shunaqa tashkillashtirib, rayon bo'ylab aylashadi va odamlarni xursand qilishadi. Va bundan tashqari mahallada ham albatta bayramlar bo'lib o'tadi. Bu hammasi bepul odamlar uchun, xalq uchun bo'ladi. Bolajonlarimiz uchun har xil fokuslar, muzqaymoqlar, sovg'alar bepulga berishadi va bolajonlarimizni xursand qilishadi. Undan tashqari davlat odamlari bilan ham uchrashsanglar bo'ladi, albatta rasmlarga tushsanglar bo'ladi, har xil shirinliklar tarqashadi, raqslar. Va albatta hozirgi kunda juda ham yoshlar orasida trendga chiqqan bu ham keldi. Singapur juda ham yaxshi biladi odamlarni qanaqa qilib xursand qilishi va ko'nglini olishi va maska show. Bu maskada har xil maskalar almashadi. 20 ga yaqin maska almashdi. Bu Xitoylarning operasi, juda ham sevib ko'rishadi. Shu bilan mazza qilib shoularni ko'rdik, bu bilan rasmga tushdik. Qizim davonli, albatta keyin sog'lar ham ochib ko'rdik. Yerdan olsang ham qarab tekshirib olgin degandek. Sifatiga gap yo'q, sifatli insonlarga sifatli mahsulot degandek. Aha deb ish qilib itdek charchab uyga ketdik. The number one choice, a long queue there. Can I hear a round of applause for our magician, please? Performances all the way till then. Right now, you see in center stage, just below, you see Chai Shen Ye, the God of Fortune. So go over, grab some blessings from the God of Fortune. A few gold coins wouldn't hurt. So grab some fortune from the God of Fortune. Now we've converted it into this area with a childcare center, with a gym here.
Labubu. Labubu. Hadi labubu. Dan. Okay, ready ya? Go. Turn around and look at the roads. The floats are coming. Please be careful. Do not scramble up the slopes. Alright, it's slippery. Bye-bye. 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 Woo, yeah. Mazza qildik. Rahmat kattakon. Bizlar mahallamizda ham bo'lyapti, lekin shoh kelganimiz uchun mashta ko'rdik. Alright, ladies and gentlemen, I hope you liked that float. Wasn't it nice? Thank you everyone for coming by this evening. Faqat yana o'g'lim yaxshi ko'rgan barbekyu yana qildik. Mana go'shti juda ham yaxshi ko'radi. Mol go'shti juda ham mazali. Supermarketda sotadi mana shunaqa. Tayyor. Video ko'rsam o'ynamay qo'yadi. That's for me first. Mana videodan tashqarida mazza qilib o'ynayotdi, videoga olishni boshlaganda o'ynamay qo'yar mana shu. Tilayla xonim o'zlarining hayotlarida yashaydilar, bilasizlar. Wow, jarko. Wow, ishqilib o'ziga o'zi basseyn qilib oladi mana shunaqa. Hamma yoni shampun qilib, hammadan dabdabani chiqarib o'yiniga oldi. Oh, too much water it is. Oh my god, off. Bo'ldi. Давай. Oh my god, show me. Tan. Wow, who are you? Squid Game? Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga xayrli kun. Menda xayrli kun havoni qaranglar. Havo dahshat. Chiqib yomg'ir sezuvdan eson-omon chiqib oldik, kechki Novoy gol. Tugadi endi bizda bu yoqqa Ramazon. Xudo xolasa hayit bayramlari doim bayramlar bo'lsin. Faqat xursandchilik bo'lsin. Bu hayotda. Shuga aytmoqman. Ishga normalni bora olmayapman, chunki hozir uyim remontlari bilan ovora bo'lib qoldim, shuning uchun men har kuni ishga bora olmayapman. Xo'p, umuman vaqtim bo'lmayapti hech narsaga. Biz hech zerikmaymiz-da. Shunaqa so'q ashularni topib qo'yamiz-da YouTube'da. Ha. Mana shu bilan biz yana cho'milishga keldik. Bugun bizning darsimiz yana juma. Biz nima qilib kelamiz darsga? Semur akam maktabdalar. Soat 7 da uyga qaytadi. Darsim bor dedi. Alaqada darsga yana qildi. Matematikasini yaxshilamoqchi yana ham. O'shanga
harakatda davlat tomonidan yordamlar beriladi. Yaxshi o'qisa, chiqib ketgan universitetlarga ham borsa bo'ladi. O'shanga harakat qilyapmiz. Jarko! Dars tugadi, endi birpas o'ynaydilar Leyla xonim. Videoda remont ketyapti, Mariodan boshlashyapti. Bu ham yopishar yaqinda, bu ham almashtirishar ekan. Mazza. McDonald's albatta. How old is the singer? Very young one and his children. Happy to do lips like Tatatan va nihoyat shunaqa remontlarni qildik. Bundan ham qutulib oldik. Uylarni ham eson-omon tozalab oldik. Endi bo'lsa, Xudo xolasa Ramazonga tayyorgarlik qilamiz. Uylarni yana tozalab, sizlarga posle babam qilib ko'rsatmoqchiman. Albatta hali hamma narsa tayyor emas. Mebellarni hali olganimiz yo'q. Mebellarni kattaroq olamiz yana. O'zi gapirishga ham, yurishga ham holim yo'q, lekin sizlar bilan albatta qo'limdan kelgancha hamma narsani bo'lishga harakat qilaman, bilasizlar. Shunaqa gaplar hammanglarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ilohim tutgan ro'zinglar qabul bo'lsin. Va albatta hammamiz niyatlarimizga yetib yuraylik. Shunaqa gaplar bugungi videomiz. Endi u yoqdan olindi. Bilmadim qanaqa chiqadi, montaj qilishga harakat qilaman. Albatta. Shu bilan Xudo xolasa sizlar bilan endi mebellarni olib birga sekin-sekin joylashamiz. Hali oshxonam bor, hali albatta balkonim bor. Ularni ham sekin-sekin qilib olaman. Hammasini sekin-sekin, shoshmasdan qilaman. Mana böyle bunday kartinkalar. Albatta hozir yoqib ham ko'rsataman. Ramazon chiroqlari, lekin pardalarim hali tayyor emas. Yana olishimiz kerak. Ustiga ham parda. Albatta divanlarimizni ham o'zgartiramiz. Hozir bolalarimiz kattaroq bo'lib qoldi. Endi albatta kattaroq divan olamiz aylanasiga. Imomlarni ham almashtiramiz sekin-sekin. Eng asosiysi Ramazonga hozircha tayyormiz. Toza uylarda. Alhamdulillah. Mana shunaqa kartinkalarni yana to'g'irlashimiz kerak. Endi hozir menga kuchim yo'q, dadasi o'zi to'g'irlab beradi ish qilib. Eng asosiysi tozalab changlarini chiroyli qilib. Lampochkamiz ham kuyib qo'ygan ekan, necha uni ham almashtirib olamiz. 4 yilda oxir buni chiqardik. Leyla xonim ushurib oxir bekitib qo'ygandim Leylani dastidan. Hammasini olib ko'chirib tushirib yuborgan edi. Endi mana 4 yil deganda buni chiqardik. Hammasi. Po'stlarlar ham almashadi, Xudo xolasa. Endi sekin-sekin bu yo'ldan plisoshlab tozalab chiqsam, bu yoqqa mebel keladi hali. Bular hammasi almashadi. Albatta sizlar bilan Xudo xolasa bo'lishaman, albatta kelamlar ham sekin-sekin bo'ladigan narsa. Hammasini shoshmasdan qilamiz. O'ylab uyimizga ortiqchalik qilmasdan, bolalarga ham qulay, bizga ham qulay. Shunaqa. Mana shu bilan bizda yana raqs. Leyla xonim yangi sovg'alari. Anchadan beri xohlagandi shuni, endi yetib keldi. Chunki
Kitaski Novoy Godda hamma kargolar sekin ishlaydi. Endi yetib keldi mana. 2 oy deganda yetib keldi. Zakazga qildirdik. Yaxshi sifatli narsa-da. bilan uyga ham keldik. Kiyindim. Endi xos qo'shnilarga chiqib ketdim, chunki o'rtaga g'alamiz 12da birga bo'lamiz degandik. Shu birgalikda Ramazonni hammamiz kutib olamiz. Arab qo'shnilarim bor, mana qo'shnilarim bor, o'rtoqlarim, o'zim tengim. Hammamiz birgalikda kutib olamiz. Ketdim. Mana shu bilan qiz joylar mazza qilib o'tirdik. 2 soat birpasda o'tib ketdim sekin uyimga. Ro'molarim o'zgarib qolgan qarang. Dugonam so'nda. Dugonam sovg'a qilib, men ularga choyni sovg'a qildim. Hamma har xil narsa olib kelganman u sovg'aga. O'shaning uchun bir-birimiz bilan almashdik. Shunaqa gaplarni o'g'limga va'da bergandim, bugun oy ko'ramiz deganim. Chunki bugun planetalar hammasi bitta liniyada bo'ladi. O'shani ko'ramiz degandim. Kech qolgancha uxlab qolgan bo'lsa kerak. Bugun chiroyli bo'ladi. Mayli. Agar nasib qilgan bo'lsa ko'ramiz. Ishimizga ham ko'ringlar. Chunki planetalar bugun hammasi bitta liniyada bo'ladi. Chiroyli ko'rinadi. Not so good, but okay.